أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإجارة İcari bölümü ilgirki söz setiq ve şefilik bölümlerge bir taraftan çetişik boğaçqa bu bir xil soda boğaçqa kitabul buyu ve şüfadın keyin ahkamlarını bayan qildi. El-ijara lug'at ma'nosi shaqqa degan bo'ldi aslida. Kira puli, shaqqa. Lekin lug'atshunos ulamolardan ajjara ve ajara ijaran ve ijaratan deb mujnami deyildi deb naql qilingancha masalan Mubarrid al-Kamil degan kitobda undan boshqa Halil ibn Ahmad al-Farahidi al-Ayn degan kitobda masalan ajjartu mamluki ujirahu ijaratan fa huwa mujarun deb bunda deyildi degan. Al-Asas degan kitobda ajarani darahu fastajartuha ve huve muajjirun bunda deyildi degan bo'g'achqa bu masdar bo'lib ajra degan so'z masdar bo'lib ijaraga berishni ko'rsatdi. Shu kitobul ijara mush fiqhda ijara to'g'riliq mush so'z kelib qolsa shu ijaraga berish maqsad qilindi. Ya'ni balki shaqqa degan gap emas, ujra degan ma'noda emas. Bu istilohiy ma'nosiga shu ijaraga berish degan masdar holati munosib. Qala ve hiye bey'ul menafi'i. İcaraga berish degan nimadan iborat desa, manfaatlarni sotishdan iborat. Ma'lum manfaatni ma'lum pulga sotishdan iborat deymiz. Ba'zi fuqarolar buni aqd muavada ala tamliki manfaatin bi'awad deb izohlagan. Bundan keyin bu aqd muavada bo'ldi ekan yoki bay' bo'ldi ekan, tovarni yoki shu manfaatni, shu ijarada manfaatni qo'lga topshirib olishdan ilgari ijaraga oluvchi pulni ijara beruvchiga topshirasi bo'ldi degan gap chiqadi. Va pulni shunda topshirib olsa, ijaraga beruvchining mulki bo'lib ketadi. U ijaradan foydalanishdan burun. Ya'ni ijara so'z-satiqning bir turi deyish mumkin. Lekin hamda so'z-satiqdan farq qilgan tarafim bor. Yani dalma-dal %100 unda çıkıp ketmeydi. Çünkü so'z-satiqda bir ayn yoki bir tovar setilgan bo'lsa, ijarada setilgani manfaat va bunda vaqti belgilangan bo'ldi. Lekin so'z-satiqda vaqtlik emas u. Abadiy setib ketadi. İstisna bilan farqi bor. İstisna degan bir narsani ishlash sharti bilan setilishdan iboratdir. Adamiyada cuvizat ala xilafil qiyas li hajatin nas. Kishilarning ehtiyoj bo'lg'achqa xili ko'p masalalarda, sohalida bekitilgan qiyosga zid holatda kishilarning ehtiyoji bor deb istisno qilib joiz qilingan. Biz buni nimada deb o'tdik salam masalan. Ba'zi bir masalalarda ala xilafil qiyas degan qarash bor. Asli o'z oldiga mustaqil bir qoida bu degan qarash bor deb bayon qilib o'tdik. Buni tuanda bayon qildi. Ya'lam anna tamlika naw'an. Bilginki bir narsani ega qilish degan ikki turlik bo'ldi. Tamliku aynin naq bir tovarga ega qilish va tamliku manafi' manfaatga ega qilish. Va tamlikul ayni naw'an. Endi bir tovar ya bir moddaga ega qilish degan ikki turlik bo'ladi. Bi'ivadin va huval bay'. Badallik bo'lsa bu savdodan iborat. Biz buni bayon qilib bo'ldik. وقد بيناه وبغير عوض بدلsiz bo'lib qolsa bu وهو الهبة والصدقة والوصية mushtirlik narsalarga badalsiz yig'ilish eshki bo'ldi. Va sayatiki abwabuha inshaalloh taala va tamlikul manafi' naw'an. Hamda manfaatliga birisini ega qilish kelsak bu ikki turlik. Big'ayri iwadin birinchi turligi badalsiz ega qilish وهو العارية والوصية بالمنافع. Ariyat varsa bir qozonni o'tni oldi, qozonni ishlatilib qaytirib turdi. Shu orliqda 2 kun yashgan foydalanishni bergan bo'ladi. Manfaat vasiyat qilsa, men o'lib ketib qolsam, uyamda falani bir oy o'ttirib olsin degandek emas. Bu badalsiz tamlikul manfaat qilish iborat. Bu vasiyat va ariyat babida kiradi bunun ahkamı.
İkinci türü temlikül menafi'nin ikinci türü bi'vad. Temlikül menafi'i bi'vad. O bolsumu şu icareden ibaret. Ve summiyet bey'al menafi'i li vücudu manal bey'. Nima uchun şu icara bey'al menafi' deb ataldi ise şu icarada soda, setiq mezmuni bo'lg'achqa. Ve huve bezlul a'vadi fi muqabalatil menfa'a. Sodanın mazmunidan ibaratda menfaatning qarshiligida bedel to'lashdan iborat. Ve hiya ala xilafil qiyas. İcara qiyas bo'yicha emas, qiyasdan istisno qilib nusus va ijmo bo'lg'achqa yo'l qo'yilgan demakchi. Yani istihsan bil nas ve istihsan bil icma yol qo'yilgan. Li'annal manafi'a ma'duma. Çünkü bu yerda şu to'xtamni qilgan vaqtimizda, ijaraga bergan vaqtimizda u manfaat hozir yo'q. Manfaat nima iboratda? Shu uyda o'tirib olish desak, hozir shu to'xtamni qilgan chaqda u odam shu uyda o'tirib olish manfaat bamitas yo'q. Birinchilardan tortib, etgandan tortib, ochqin topshirib olgandan keyin onun kelib o'tirash boshlanishi mumkin. Lekin shu chaqda o'tirash degan narsa yo'qdi. Va bay'ul ma'dum la yajuz. Endi ijarda savdo desak, nimani sotgan desa, o'tirilishni sotgandekda, hozir o'tirilish bormi yo'q. Undan keyin bu bay'ul ma'dum da kirdi. Bay'ul ma'dum hadisda la tabi' ma laysa indak degan bo'lg'achqa, bu cheklangan ishda degandan keyin endi bunda o'tirib ijarda yo'q narsani sotish ibaret bir ahvalında ayet ve hadislik yapılan iken baş üstüge kulluk kılan iken ama bu istisnai ruhsat kılıngan iken deyimiz deydi. Bu cumhur ulemanın karşı. İlla enne cevvaznaha li hacetin nas ileyha. Yani ihtiyaç bab oğallık için biz caiz doğduz. Ne için ayet hadisler kelgelikte. Yani cumhur ulemalar icarını şuriat ala hilafil kıyas deyip başından muayyerleştirdi. Bu bey'il ma'dumdir. Menfaat hazır yo'qda to'xtam qilgan chaqda. Keyin udulluq topshirilgan narsa o deb, oshini nimaning o'rnini qo'ydi? Menfaatni mabi'ning o'rnini qo'yib turib, la tabi' ma laysa indak degan dairi kirgan ekan, asli joiz emasdi. Oyat hadisli kelgan ekan, Alloh va Rasul ruxsat qilgan deb bunda deymiz. Lekin natija o'xshash. Bu aslun qoimun bi zatihi istisno emas desa, ya'ni shu ijara joiz. Aslida to'g'ri bo'lmaydi, lekin ruxsat kelib qolganlik uchun to'g'ri bo'ldi. Ya'ni natija ijara joiz bo'ldi. Faqatlam buni tavjih qilishda va ta'lil qilishda ulamoning tahlillari o'xshamadi. Salam masalasida shunday degan. Mesela Abu Bakr al-Jassas ve İmam İbn Qayyim rahmetullahi aleyhler yo'q bu istisnoi ruxsat qilgan narsa emas. O'z oldiga bir asl qoim bi zatihi degan. Mushu asldimi? Hanefi mazhab ulemalari ve hamma cumhur ulemalar bunda ixtilof chiqib qolgan. Yuqorida kitobda degani cumhur ulemalarining qarshi. Qiyosda joiz bo'lmasi kerak, chunki bu bayon ma'dumdir. Lekin oyat va hadisga kelgan bo'lg'achqa, islom ummati ijmo qilgan bo'lg'achqa, buni joiz deb qiyosni tashladik va ijarini istisnoi holatda joiz dedik. Endi ikkinchi bir yo'nalishda İmam Saraxsi qatorli ulamalar bor. Ve mena'a Şemsul Eymme Saraxsi sahib al-Mabsut Abu Bakr Muhammed ibn Abi Sahl al-Saraxsi al-Mabsut degan kitobida bu tahlilni rad qilgan. Bu tahlil aciz. Ve qala anbiyada shu Mabsut degan kitobul ijarada İmam Saraxsi bayon qilgan mazmunning qisqartirilmasini bayon qildi. Qisqacha naql qildi. İmam Saraxsi dedi al-Mabsut degan kitobda innama yushtaratul milku vel vucudu lil qudra ala taslim. Bey'il ma'dum dedinlasılar. Bey'il ma'dum bulaş üçün bu. Asli sodada mebiyani topshirib beradigan bulaş üçün ba bulaş lazım ve igi bulaş lazım degan ikki shartni qo'ygan deydi. Shu mebiyani vaqtida sodan qilgandan keyin topshirib beradigan bulaş üçün. Yo'q narsa o'zi topshirib berolmaydi. Qo'lda bo'lmagan narsa o'zi topshirib berolmaydi. Şunu şart qilgan bu bey'il ayn masalasi. Bir moddani, bir tovarni sotgan ahvolda shundati. Ve hada degani al-qudra ala taslim. Mush qudra ala taslim la yatahaqqaqu fil manafi'. O topshirib beradigan, berolmaydigan deganga uning o'rni emas. Manfaat masalasida, ijara masalasida bunda deyish o'rinsiz. Nima uchun? Li'annaha yani al-manfa'a al-mu'ajjara
aradun la yabqa zamanayn. Arad degan shunda kelib bir yo'qolib ketilgan bir holat. Ya'ni bu manfaat shunda bir kelib tugaydi, yana bir manfaat keladi. Masalan, uydan foydalanish desak, uydan 1 soat foydalanish ya bir kun foydalanish keldi, u tugadi. Yani bir kun foydalanish kelgan gap. Yani o'sha foydalanish vaqtlik narsa demakchi. Aradun degan vaqtlik narsa. La yabqa zamanayn, bu sodini qilgan chaqdan tortib yana ashuningdan foydalangan qadar shu ikki vaqtda davomlashmaydi deydi. Biz shu sodini qilgan chaqda shu al-manfa'a, al-intifa yo'qdi deydi. Buni keyin shu uyda o'tirgan chaqda ya mashinada to'shib qo'ygan chaqda shu chaqda andin paydo bo'ldi. Fala ma'na lil ishtirat. Undan keyin ijara masalasida o ma'dum nas yo'q, babulash lozim degani shart qilish o'rinsiz edi. Aslida tovarni sotmoqchi bo'lgan ahvolda topshirib beradigan bo'lish uchun shu qo'lda bor narsa bo'lish lozim deb shart qilganmiz. Bu bay'il ayndagi masala. Lekin hozir biz ijarada bay'il manafi' masalasida to'xtalyapmiz. Bay'il manafi deganda aslida to'xtamni qilgan chaqda shu manfa'a al-ma'quda alayha yo'q qilish lozim aslida. Sodada shu tovar banas bo'lish lozimdir. Salamda istisnoiy holatda ma'quldir. Lekin aqdil ijarda bu ta'tirga. Sen shu to'xtamni qilgan chaqda tovarni o'rnatgan manfaat yo'q bo'lish lozim deydi. Qanda bu bayan ma'dumda bunga e'tiroz bildiradi esa, mushit sodining tabiati nima taqozo qildi? Ay manfaat yo'q bo'lish lozim. Endi yo'q bo'lish lozim desa, bu nimada ma'qudalay yo'q, shunga joiz bo'lmaydi deb turasam bo'lmaydi. Fala ma'na lil ishtirat. Undan keyin bu yerda buni shart qilib turilish bima'nilik. Shart qilish degan Babulash va qudralat taslim musho bima'nilik bo'ldi. Chunki bu manfaada yo'q qilish lozim. Yo'q bo'lganda bayn manafiqlarlar degan to'q. Buni hech kim badimaydi. Manfaat yo'q, shu to'xtam qilgan chaqda yo'q deydi. Ya o'rni yo'q. Yani asli bu soda manfaat ustida qurilgan. Bu manfaatni qachon topshirildi? Qachon foydalanildi bundan? Intifa qachon bo'ldi? To'xtam qilgandan keyin birinchi slardan tortib ya aeroplan ochib o'ttasi olib qo'ygan chaqdan tortib bo'ldi. Lekin biz bilet oldik o'sha aeroplanga. Atini biletini oldik. Hozir biz biletni kesgan chaqda biz aeroplanda o'tirish bormi shu chaqda? Yo'q. Bu yo'q bo'lishi lozim. Shu to'xtam qilganda yo'q bo'lish kerak. Olib qo'yish degani yo'q bo'lish lozim. Hamma aeroplanda o'tganda lekin olib qo'yish yo'q. Keyin ondan olib qo'yishi chiqdi. Yani g'aliban shunda. Bundan keyin bu yerda ma'qudada yo'q hozir deb plan buni cheklab o'tish o'rinsiz. Zamanda to'xtam tuzgan vaqtdan to'xtam tutgan keyin vaqt. To'xtam tuzgan vaqtda manfaat yo'q. To'xtamni tuzib bo'lib keyin uni foydalanish boshlagan chaqda manfaat shu chaqda bo'ldi. Lekin manfaat ikkili vaqtda bo'lmaydi. Ham to'xtam tuzgan chaqda, ham foydalanish bo'lgan chaqda bo'lmaydi demakchi. Yani bu jumhur ulamolarining so'zining mazmuni nima? Mazmunni bunday xulosasak, ijara qiyos bo'yicha emas, ala xilafil qiyos yo'l qo'yilgan. Buni shunday yo'lliq qilish uchun jumhur nimaga tayindi? Qiyos tayindi. Ijara bayga o'xshash. Ijarani bayga qiyos qilsa, ondan buning so'zi oqidi. Bayda bayl ma'dum joiz emasdi. Qiyos qilsak ijarani ijarani bayl manfaat al ma'duma joiz bo'lmasi lozim. Undanki ijara joiz emas deb bir bekitib bo'lib, unga qo'y oyat hadislar ekan, ma'qul deylar degan tariqada joiz edi. Istisnoi holatda ala xilafil asl yo'l qo'yilgan dedi. İmam Şafii'miz jumhurning ichida al manfaal ma'dumani mavjudatun hukman deb turib, bayl ma'dum dars kirmaydi bu deb menda nima qilamiz dedi. Bu hamda tajovuzan deyotgan gap. Yani hukman mavjud deb amliyatda bu yerda nima bormi? Manfaat yo'q. Yo'q narsa badab turmas. Badab turib, bayl ma'dum emas bu. Joizul deymiz dedi. Qiyosga bir tarafdan udil keldi bu shu demakchi. Lekin Imom Saraxsi jumhurga
reddiye bergan. Mushu biz o'qiganimiz hozir Imom Saraxsining jumhurga bergan reddiyasi. Imom Saraxsini keyincha kim yaqlab mangan? Imom Ibn Taymiya va Shogird Ibn Qayyim qo'llab Imom Saraxsining dalilini taqimo parlaq shaklda o'ttirib qo'yib, ilg'or qarashtirishni o'ttirib qo'ygan bo'lgan. Salam masalasida Imom Ibn Qayyim kimning qarashini tutdi? Abu Bakr Jassasning qarashini tutdi. Lekin endi odatda manda bir qarashni bayon qilishda jumhur ala xilafil qiyas yo'l qo'yilgan deydi. Lekin Imom Ibn Taymiya Ibn Qayyim bunda qaraydi deb ma ulamoli ko'milib qoladi. Asli egilir ma'lum. Ilg'or qarashning egisi mushudir. Saraxsi Abu Bakr Jassas. Imom Ibn Qayyim Ibn Taymiyalar mushliga agashgan. Bundan ekan mushu salam masalasida, ijara masalasida va mushu o'sha xili jiq bir masalalar bor. Şuriat ala xilafil qiyas. Anda bunda oyat kelib qopti istihsanan joizdir, istisnoan joizdir degan masalalardan bo'lsa, bu ikki xil qarash Hanafi mazhabida bor. Va bu qarashni keyincha Hanbali mazhab ulamolarida Imom Ibn Taymiya va Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhilar tabanni qilib, o'ttirg'a chiqarib, u to'g'riliqni tafsili to'xtalib, dalillarni mazmun qilib, masalan, I'lamul Muwaqqi'inda Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi nihayatda tafsili bayon qilgan. Bu ikki xil ittijoh deymiz. Ikki xil tahlil qilish usuli. Birisi shariat bekitgan asli qoida bo'yicha so'z satiq va boshqa masalalarda yo'q narsa ustida to'xtam qilish bo'lmaydi. Bu manfaatmi hozir to'xtam qilgan chog'da yo'q-ku desa, oyat hadislar kelgan ekan, islom ummati ijmo qilgan ekan, buni burungi qiyos va kazan tashlab, ma'ni oldiq deydi. Natija nima? Ijara joiza. Ama Saraxsi, Abu Bakr Jassas, Imom Ibn Taymiya Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi bular ala xilafil qiyasda ma'ni bunda qoida vatdi, ma'nuni zid kelib istisno qildik demaydi. Bu ijara bobi o'z oldiga mustaqil bir qoida. Bu qoidada hozir yo'q narsani foydalanish qarshiligida badal to'lash ahvol bor. Shariat shunda yo'l qo'ygan narsa. Istisno emas, asl qoida ma'lum. Natija o'xshash. Yani bunun neticesi nima? Al-ijara jaizatun. Asli hukmda. Avla ala xilafil qiyas. Ma'lum yo'l qo'yishning usulini bayon qilishga o'xshamaslik. Qanday yo'l qo'ygan? Ala xilafil qiyasmi yoki asli hukm bo'lsa, ikki xil qarashlik. Bu Saraxsi ikki xil. Bunda bir ikki xil rivoyat bor. Saraxs bu O'zbekistonning bir shahri. Saraxs yoki Sarxas. Lekin jalliqroq nimada Saraxs. Xona sakin o'qish. Imom Saraxsi shu Mabsut degan kitobining asos ko'p qismini quduqning ishida turib shogirdlariga imlo qilib bergan. 15 mujallad kitob. Ko'p qismini turmamda. Turma nima deb iboratda quduq tashlab qo'ygan shogirdlari quduqning ustida turib tafsir dislar deb quduqning ichida leksiya so'zlab bersa, shuni yozib qoldirgan kitob. Asosan 10 qismini jiqroq, shunda qismini quduq turdi. Keyin ondan qaysi bir bob kelgan chaqda turmadan qo'yib berilib, qog'indan erkin azodi ketgan. Yani İmam Saraxsi va Imom Ibn Taymiya Ibn Qayyim rahmatullohi alayhilar bular ijar degan vifqil qiyos yo'l qo'yilgan narsa. Bu savdo emas deb turadi. Bular bu savdo emas. Bu o'z oldiga bir tur deydi. Endi la tabi'a ma laysa indak degan hadis shu desa, bu bayon ma'qul tejavuzdan ikki turlik deb bai'l ayn va bai'l manfaat deb ayırsak, bu bai'l ayn masalasiga hadis bu. Yani bir tovar, bir maddani satmoqchi bo'lsang, shu narsa yanında bo'lmasa, uning savdosi qilma degan gap. Lekin hozirgi masala u aynning masalasi emas, tovarning masalasi emas. Bir foydalanishning masalasi. Ma haqda kelmagan hadis. Aqd kelgan hadisda ma'noga tushirsangiz bo'lmaydi deydi. Bundan ekan jumhur ulamolar ash tahlilni bir qiyosga asoslangan bo'lsa, sizning qiyosingiz qamlashmadi deb raddiya bergan. Yani qiyas-ul ijara alal bay'-al mutlaq qiyasun ma'al fariq deydi. İjarning joiz bo'lishi bu o'z oldiga mustaqil bir qoida, boshqa qoidadan istisno qilingan joizlik emas. Va bu yerda mana qilish, ya'ni bu bo'lmaydi, bay'l ma'dum deyish bu ijara masalasida to'g'ri kelmaydi. Va bay'l ayn masalasida aslida bay'l ma'dum bo'lmaydi deyish asli yo'q bo'lganlikdan emas. Qarang'uliq. Bu savdo tutami tutmasdan bir noma'lumlik darajasida desaydigan bo'lsa shunda. Bo'lmasa odatda banasini
satqılolmaydigan ahvol bor. Nima uchun? G'arar bo'lganlik uchun. Lekin ashar bel ma'dummi, bel aynni, bel ma'dum deyishdimi? Asli g'arar bo'lganlik uchun. Chataq g'ararda topshirib berilmaslik, topshirib olinmaslik ehtimoli kuchli bo'lganlikdan. وهذا لا يتحقق في المنافع دشنما وهذا يعني القدرة على التسليم لا يتحقق في المنافع. Çünkü menfaat degan menfaatnish bor vaqtida uning to'xtam qilish degan narsani aql qabul qilmaydi. Chunki shu to'xtamni qilgan chaqda bu foydalanish yo'q holatda bo'lishi aniq. Undan keyin bu yo'q holatda to'xtam qilavergil bo'lgan narsa. La yabqa zamanayn bu foydalanish degan to'xtam qilgandan keyin kep qolgan bir holat. To'xtamni qilgan chaqda foydalanish bo'lmaydi. Undan keyin to'xtam holatida foydalanish yo'q bo'ladi, lekin to'xtamdan keyin foydalanish bor bo'ladi. La yabqa zamanayn degan mazmun tushunish bo'lsin, ammo la yabqa zamanayn degani to'xtamlanish bo'lgan chaqda bor narsa keyin haqiqiy foydalanish bo'lgan chaqda davomlashmaydi degan. Yani hazır bor bo'lsa keyin yo'q, keyin bo'lsa hazır yo'q. Uyda o'tirishni to'xtamlash qo'ymasdan. Bir hafta o'tirish, bir kun o'tirish, ya mehmon kishi bir kun qo'nash desakmiz. Shuni qilgan chaqda shu o'tirish degan narsa yo'q. To'xtamni qilgandan keyin unda o'tirish boshlandi. Undan keyin mushu sodini qilgan chaqda bo'ldi desak, ikki vaqtda tang yo'qoldi bir narsa, natijadan bo'ldi. Bu to'xtam qilgan chaqda bor narsani sen keyin ikinci bir zamanda bo'lmagan ekan, narsa keyin topshirib berolmaysan degan gap chiqadi. Hozir bor foydalanishga to'xtam qilsang, keyin bu narsa topshirib berolmaysan degan gap chiqadi. Undan keyin to'xtamlashgan chaqda mush manfaat bo'lish lozimdi deb shart qilish bema'nilik. Faqat davomda aqlga zid gap. Yani İmam Saraxsi manfaatni vaqtil aqd bor bo'lish lozim deb shart qilish bema'nilik dedi. Shundami? Fa aqamnal ayna al-muntafa'a biha maqam al-manfaati fi haqqi idafati al-aqd ilayha. Yani bu to'xtam aqd bo'lgandan misol ma'qud alayhi hozir bir bo'lmasa, bu to'xtam joiz bo'lmaydi deb qolgan taqdirda biz qanday qildik? Ijab va qabul ikkisi tutish uchun biz shu manfaat nimadan kelgan bo'lsa, shuni manfaatning o'rniga dastlab qo'yib turib, sodini qilaveramiz. Mesela ma uyni bir oylik ijara berdim, shu uydan manfaatlanishning o'rniga dastlab qo'yib tursak, ijab va qabul sodi joiz bo'laverdi deydi. Ijara to'xtam to'g'ri bo'laverdi. Bo'lmasa qanday oldi ijodi? Uylardan mana bir oylik ijaraga beramlar, manch puldan desa, hozir bu narsa yo'q deb qolsak, bu yerda qabul bog'lanmagandek bir ahvol bo'libdi. Hem uy bo'lgandan keyin uyni ash qabulning o'rniga dastlab qo'yib turib, bor hisobga qarab turib, oldim, ya ijaraga berdim desa, bu ijaraga berdim degan so'z shu uyda o'tirishga boshlagan chaqda ijab joyi tushib ketadi deydi. Kechikisimi joyi tushib ketgan bo'ldi. Biz aslida uyda o'tirib olish ustida to'xtam qilmoqchi, lekin shu uyni o'tirib olishning o'rniga dastlab qo'yib turib, to'xtamni qilaversak, ijab va qabul bog'lanib ketadi. Kaqiyam az-zimmati allati hiya محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حق جواز السلام. خود سلام ده qanday bo'lganda salamda hozir shu tovar yo'q. Avli bay'il mutlaq qiyas qildi, Saraxsi hozir salamga qiyas qiladi. Salamda ma'qud alay al-mabi' yo'q, sodi bo'ladi. Tovarni yasab ishlab chiqib birinchilar topshirib birdi. Undan keyin ash topshirib berguchi kishini biz tovarning o'rniga dastlab qo'yib turib, ijab va qabul joyi tushirib minivergan. Undan keyin salamga qiyos qilsak to'g'ri chiqaverdi dedi. Mushumi ilgirki bayon qilgan so'z bilan maslashgan so'z. Ya'ni bu aslun qoyim bidatihi. Bunun o'xshash yana boshqa taqa salamga o'xshash asli qoyim bidatihidan nechsi bor. Shuna ala vifqul qiyosni ma'qul qiyos qilib salamga qiyos qilsak to'g'ri chiqadi-ku. Vifqul qiyos mana demakchi. Qiyos qilsakmi vifqul qiyos bo'ldi. Asli qoyim bidatihi boshqa qiyos qilmay o'z oldiga joiz narsa desakmi to'g'ri chiqaverdi. Zimmaning o'z zotida demakmi? Yo'q, shu satqıçının o'zi, shuning bo'yniga otilgan narsa. Sizning gadingizda mingtal velosiped bor. Birinchilarda mana topshirib birsiz deymiz-ku. Shu zimma degan shu bo'yni deymiz.
Şu mesela toy olgan çağda, toyda ayal nikahda ayal birisinin paydalanış toxtamı var mı bu? Ayında bir ribatı mukaddas. Lekin şu ayal şu paydalanışın ornunda turdu. Ayal ikisi paydalanışın ornunda turdu. Zimma şahs nazar nimani ornuna koydu? Maqud alayhi manfaatni ornuna destesek joy tushiyor deydi. İmam Saraksi bu tahlilni tugatib bo'lgandan keyin kitobda ikkinchi tahlilni bayon qilgan. Va tanqidu sa'atan fa sa'atan. İmam Saraksining degani yuqorqi tahlilni manda desak bo'ldi. Va ikkinchi ehtimolda agar manda deb qolsakmi, bulardo deb tahlil qilgan. Lekin ma ikkisini ma kitobda naql qilishda bir-biriga kirishtirib bir tahlilda ko'rsatib qo'ydi. İmam Saraksi "Aw" degan oyatda yoki manda tahlil qilsak bo'ldi. أو يجعل العقد مضافا للانعقاد إلى وقت وجود المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء ليتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه وهو معنى قول مشايخنا رحمهم الله إن الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة وذلك لحاجة الناس. Bu ikinci tahlil İmam Saraksi'nin. Manda desek buldu dedi. Bir ay icaraga algan ahval bolsa mesela. Her günning nimasi, her kuni foydalanishimizda bir qatimdan udulluq bog'liq mangandek, to'xtam joyiga tushib mangandek bo'ldi. Ala hazar hudusul manfa'a. Bir kunlik o'tirishni bir parcha deb qarasak, birinchi lakatda, ikkinchi lakatga orliqda bir kunlik o'tirishni topshirib olgan bo'ldi. İkinci ikinchilarning o'tirishini topshirib olgan bo'ldi. Mushunda yengilib turgan, ya'ni xuddi bir tovarni sizlar bilib topshirgandek bir ahvol bor demakchi. Liyaqtarina al-in'iqad bil-istifa. Sodining bog'lanishi mabi'ni topshirib edishga bog'lanish uchun manda tahlil qilsakmi, joyi tushirdi demakchi. Bundan masalan 10 tonna bug'doyni pitishib, 1 tonna bug'doyning birinchisilar topshirib oldi, 1 tonna bug'doyning sodisi joyida bo'lib bog'lanib shu chaqda 1 tonna bug'doyni topshirib olgan chaqda 1 tonna bug'doyning sodisi bitdi. Ani ikkinchilar ikkinchi tonna bug'doyni topshirib olganda ikkinchi tonna bug'doyning sodisi bitdi. Bunda tahlil qilib mansaqmi bo'ladi. Bu chaqda u bayl ma'dum joiz emasdi. Buni mayl deyapti, ringga to'g'ri chiqmaydi demakchi. Yani şu tovar ba bo'lgan chaqda sodis bitgan bo'ldi deymiz. فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه. Mushunda tahlil qilsak, bu tahlildimi mabi'ni qo'lga topshirib olish va sodi shu chaqda bitganlik vujud chiqadi. Bu hamda yuqorqi tahlillar salam bo'lsin, istisno, ijara, qard masalan, qarz masalasini shunda shari'ala xilofil qiyos deydi. Es qiyos qandata pulni berib, keyin bir muddatdan keyin pulni aslini bulta, ribo shaklida. Shuni shari'ala xilofil qiyos deb turadi. Ba'zi ulamlar yo'q bu xilofil qiyos emas, ala vifqil qiyos dedi. Bunda jiqimdir. Bunda ulamolarningki ikki xil qarashi bor, lekin natija o'xshash. Va dalil ala jawaziha, mush ijarningki joizligining dalillari oyat va hadislarning nurg'un dalillar bor. Miyada bir oyatdan, hadisdan dalil keltirib qo'ydi. Qavluhu ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Hozir mush oyat ijarning joizligining dalili bo'lashgan nas darajalik. Hech qanday ehtimollik yo'q. Bu sura Talaqdagi oyat. Sura Baqaradami? Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf. Tastardi'u degan ajr bilan, shaqqi bilan imitishni qilsanglar degani. Ma ataytum degani sizlar qabul qilib berishga ma'qul kelgan shu shaqqi demakchi. Yana Shuayb alayhisalomning vaqaligidami Musa alayhisalom dedigo inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indik. Buni ta'jurani dedi. Shunama 8 yillik ijara to'xtami qildi. Yani menga ishlab bersang demakchi. Yana shu qizlarning birisini dedigo qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Ana ayat kitobda kelgan oyatga nisbatan bir daraja keyin turdi. Nima uchun desa, bu shar'u man qablana. Shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid nasikh desak, oldin dalil bo'ldi.
Yana maktabda ayetini delil keltirdi. Liyettakhida ba'dun ba'dan sukhriya. Yani bil amali bil ajr. Bazılarını pul berib ishlatish orqali biz ularning ba'zilarini üstün qildik demoqchi. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Yani Allah Teala'nın rahmeti, belki rızkı, cenneti ve mükafatları dünyanın erzimez mal mülklerden yaxşırak. Yani ayet mi? Mufassirler liyettehide ba'dun ba'dan suhriye degan muşunu bazı mesela birisi pul şekilde işletken, başlıkı birisi pulda işleyici, reis Ömer o şekilde işletiş, birisi parda yani kura şekilde işleş, ya ki şakkı verip yallab işletişinin öz işi alıdı dese anlam ha delil bul. Suddi qatarliq mufassirlar shunda degan yattaqida ba'duhum ba'dan sukhriya yani al-ujra al-fuqara bil amal degan. İmam Tabari bu shu tafsirini tarjih qilgan. Liyastaskhira hada fi xidmatihi iyyahu ve fi audi hada ala hada bima fi yadayhi min fadlin demek. Birisini ishlatib qo'ldagi ortiq pul olsin biri unda yallab ishlatishni maqsad qilgan oyat demoqchi. Vajid dalalam degan. Yani nas bo'lmasimi muşun özgüsü olduğu demiş. Lekin birinci ayet nas. Onun başka yana Hızır'ın vakaligida Musa Aleyhisselam dediği "Qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra." Tanımda qol işaret qilib qo'brab qo'ygan chaqda shunga bir ishaq qilgan bo'lsa biz yeydiganga degan. Said ibn Jubayr Sahih Buxoriyda unda izohlagan. Ajran na'kuluhu. Qo'shib ketgan, ular tamoq yemagan. Lakin xalsılar müştamını hesap koyganlarga bir şakka ağaması nanmo binası yesek. Müşer ecren demedi bunu mu? Bu mu nasıl derecelik? Ahirette savabın şu kadar dünya bir amel ve ahirette hesap olsa kafatta dünya gibi ahiret. Ecr degan so'zni yaxshi bir ishninki mukofoti sifatini ishlatadi. Fayuwaffihim ujurahum. Yaxshi amallarni qilganlarning ajrlarini Alloh taolo oxiratda to'liq beradi. Ya'ni bu savobini demoqchi. Savob bu ajr ishlatadi. Bundan boshqa mahrga ajr degan so'zni ishlatish bor. Ya ayyuhan nabiyyuna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna shunama. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ay mahrga ajr degan so'zni ishlatadi. Bu anda o ayolni kiralab bir ishqa, undan foydalanishga bergan narsa bo'lmasa-mu, bu xotin o'tirdagi muqaddas ribat va mawadda rishsi qarta erning qo'lida qivomi bo'lganlik uchun ayol kishini ashunda dunyoda eng qimmatli bildigan mol-mulkdan voz kechib turib xohlayma deyish rag'batini ifodalashda Alloh taolo shu qimmat bo'lgan mol-mulkni bir qismini taqdim qilishni shundan chetib qo'ygan. Bu ayollarni izzatlash va ribatul muqaddasni qadrini ko'tarishga iborat. Shunga mahrni ajr deb ataydi ba'zi oyatlarda. Ana bu yerda oyatlardan dalillar bayon qilingan bo'ldi. İkinci qatada hadisdan dalillar vaqala sallallohu alayhi vasallam man istajara ajiran falyu'limhu ajra. Kimki bir odamni yollasa, uning shaqqini bildirib qo'ysin degan hadis. Bu hadis marfu'an aciz, mavquf jihatdan sahih bo'lishi mumkin, sahoba ikramning so'zi bo'lishi mumkin. Lekin hamda bu kitobda amanda bir acizni bo'lmasa ekib qo'yganligi buning hadisdan sahih dalillar yo'q deganlik emas. Shunama jiq masalalar shunday. İstikâge hadisten bunu ekepti. Daif ya bu acizdir. Seyyedis var. Seyyedisten nur bunu var. Mesela Ebu Musa radıyallahu anh rivayet kıyı hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen Methelul muslimine vel yehudi vel nasara kemethel raculun istecere kavmen ya'maluna lehu amelen ilel leyl fe'amilu ila nisfin nahar feqalu la hacete lana ila ecrike فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين
Muşumu icarining to'g'riligini ko'rsatadigan dalillarning birisi. Yana şeyler qarşı sunup qalgan hadisda va qala al-akharu Allahumma in kunta ta'lamu anni istajartu ajiran bi faraqin min dhurratin. Bazı uruz deb kelgan. Onun ayağı uzun hadisda. Yana Abu Hurayra radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet qildi. Hadis qudusida qala Allahu thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. يعني Hazreti Ayşe radıyallahu anh استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. Hicret qilgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kafirlardan birisine yol başlıqçı sifatida yollagan. Sahih Buxoriyda hadislar. Bu ijarning jaiz deyishda bunda dalilini eklashga ehtiyoj yo'q. Ijara bo'lmasa dunyo hozir shundan to'xtab qoladi. Bu hayot hozir davomlashmagan shaklda shunda ehtiyoj bor bunga. Oyatli dalil, hadisli dalil, lekin anlamayapti ama dalil qilgan hadis ojiz degan bo'lg'achqa biz sahih yoki muttafaqun alayhi hadislarni atoydan eklashimizda darsimizga bir sharaf keltirsin. Berkitidan bahramon bo'layli deb atoyat ekib qo'ydi. Bo'lmasa bu ijaraning joizga unda jiddil ekilish hojatisiz. İmam Şevkani Seyyidul Cerrar degan kitobda Es-Seyyidul Cerrar degan kitobda İmam Şevkani. İmam Şevkani deydi: "Subutul icarat fi hadi şeriati qat'iyyun la yakadu yunkiru aslal jawazi was-sihhati illa man la ya'riful kitaba was-sunnah." ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة وأيام الصحابة وقد أجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم استأجر كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا الحديث المشهور في وصف هجرته صلى الله عليه وسلم وقد كان أكابر الصحابة يؤجرون أنفسهم في الأسواق وغيره وهذا معلوم لا يشك فيه أحد. Mesela Hazreti Ali'ye bazı rivayetlerde bir Yahudi ayolga quduqdan bir xo'miga bir chilak suv tatib berishga shunda ishlagan. Bazı sahabalar mesela Ya'la ibn Muniya degandek sahabalar ammallik qilib ishlab topgan. Unda hadislar bakacak. Ha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik qilishlarga shunda. Hamma Hazreti Xadijaga mo ishlab bergan Sham tijoratga mang'du. Yadamda va bu'itha sallallohu alayhi vasallam wan nasu yata'amaluna biha fa aqarrahum ala zalik. Demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zimi fi'li orqali boshqalar ishlab bergan va boshqalarni ishlatgan va boshqa butun xaloyiq shu Madinadagi, Makkadagi xaloyiqlar aslında icari gelişleri sahabe kiramlarning o'tirib bo'lgan ahvolda buni to'g'ri topgan va unga e'tiroz bildirgan va alayhil ijma. Islom ummati buni ijmo qilgan. Ulamolarda mesela Abu Bakr al-Asam ibn Ulayya degandek endi ba'zi shaz qarashlarni o'tirib qo'ygan ba'zilar yo'q bu ijara joiz emas deb turgan bo'lsa-mu, uning shaz qarashlari e'tiborga olinmaydi dedi. Shunami? Ijmo bor. قال ولا تنعقد بلفظ البيع لأنها وضعت لتمليك الأعيان. أن مش إجارة اشتربنا كمودكين إحبار ليدغان إجارة مزمون بلدرغان قاندا bir sözünü işletse buludur. İcab al kabul bolsa şu mezmun ifadelaydigan to'g'ri bo'ldi. Jumhur ulamalar masalan istajartu, iktaraytu, akraytuka degandek so'zni ishlatsa bo'ladi deydi. Yana i'ara so'zlanmo a'artuka hada ad-dar shahran bikaza desimo ijara bo'ldi. Chunki ariya deganmi badal verib ariya qilishgan mazmun nimadan iborat? Ijaradan iborat. Masalan, mashinani bir hafta ishlatib turay $100 berib tursa desa shu ijara degan gap. Wahabtuka hadi ad-dar shahran bikaza desimi shunda. Hiba so'zini ishlatsimi shunda. Salahtuka an taskuna ad-dar kull shahrin bikaza sulh so'zini ishlatsimi shunda. Mallaktuka manafi' ad-dar sanatan bikaza desimi shunda. Sallamtu ilayka hadi ad-darahim fi khiyatati al-qamis desimi shunda. Yak sallamtu ilayka hadi ad-darahim li hamli ila Makkah desimi shunda. Qarshi taraf qabiltu deydi. Bu sözler i'ara, sulh, tamlik,
taslim degandek so'zlar bu ijaraga naq udulinib bekitilgan bo'lmasimi, lekin mushunda bir siyoqda, mushunda bir o'ramida ijarani bildirdi. Chunki uning qarshiligi pulning gapi bo'lg'achqa, ya'ni tamlikul manfaat bi'ivod bo'ldi. Ana bu shu ijara bay' so'zini ishlatgan ahvolda ijara bo'ladimi, bo'lmaydi degan masalada endi ixtilof bo'lgan. Masalan, bi'tu manfaatad-dari kull shahrin bikaza dedi. Ijaraga oldim degan so'zni ishlatsa joiz bo'ldi. Yoki biz bayat degan iborani ishlatsa bo'ldi. Lekin bi'tu degan so'zni ishlatib qolsa, bo'lamdi, bo'lmaydi. Hanifi mazhabda mashayixlar ixtiloflashib qolgan asli. Birinchi qarash la tan'aqidu bi lafzil bay'. Yoki shira so'zi bilan ijara vujudga chiqmaydi. Mushu kitobda bayon qilgan qarash shu. Bu Shafiy mazhabining qarashimi, ya'ni ikki xil qarash bor. Asahhul qawlayn 'inda Shafi'iyya. Bundan keyin agar mushunda bay' so'zini ishlatib ijara to'xtam qilib qolsa, nima bo'lmoqchi? Mush qarash qasasan, ijara fasida. İkinci qarash tan'aqidu bi lafzil bay'. İmam Karxiy boshda joiz bo'lmaydi deb bilib, joiz bo'ldi degan qarash qaytgan. İmam İbn Abidin Raddul Muhtarda al-azhar anna tan'aqidu bi lafzil bay' ve ilayhi raja'a al-Karxiy. Al-azhar. Bazı ulamalar tan'aqidu bi lafzil bay' deganni al-azhar deb qaraydi, kuchliroq deb qaraydi. Bazı ulamalar masalan Mavsididek ixtiyorda la tan'aqid deganni to'g'ri, kuchliroq deb qaraydi. Maktabda la tan'aqid bi lafzil bay' dedi. Tan'aqid la tan'aqid degan zahir rivoya masalasida bu masala kelmagan. Yani bay' so'zini ishlatib qolsa ijara bo'lamdi deb Imom Abu Hanifadan, sahibandan kelmadimi? Yani 3-asrda, 4-asrda unda mashayixdan so'rgan gap. So'rsa ba'zilari bo'ladi, ba'zi bo'lmaydi degan. Hanifi mazhabida bo'lmaydi degan ikki xil qarash bunda tangmanglar. Lekin maktabda bo'lmaydi degan qarashni oldi. Shafiy mazhabida shu ikki xil qarash bor. Lekin Hanbali mazhabda bo'ladi. Bakkan tasham. Wal ijaratu tamliku manafi'a ma'duma. Endi ijara degan nima deb iboratda? Yo'q bir manfaatga ega qilishdan iborat degan ekan, bay' bilan hozir qamlashmaydi demoqchiman. Ma qarashdi. Bay' degan mabiy bog'lash lozimda. Yo'da yo'q narsaning savdosida to'xtamidek bir narsa bo'lgan ekan, bu bay' qattiq maslashmaydi demoqchi. Asho bo'lmaydi. La tanaqib lafzul bay' deganning ta'lili ham bu. Wa yabda'u bi taslim al-ma'qud alayhi liyatamakkana min al-intifa'. Ana shu ijara to'xtami bo'ldi. Bo'lgandan keyin tunjolab qildigan ish nima? Ijaraga berguchi, ijaraga olgan kishiningki oshnasidan foydalanish uchun shu aynni foydalangan oshnasini ijara oluvchiga topshirish lozim. Ijara muddati oxirlashgan qadar topshirib berish lozim. Yoki shu orliqni besib o'tash lozim. Masalan, bir oy ofirib qo'yman degan bo'lsa, shu orliq besib qo'yish lozim. Yani tapşırgan çağda, şu tapşırgan, öğün tapşırgan olsa, ya maşinin tapşırgan olsa, şununla münasebetlik, şunu işletip paydalanışqa, zar bomuz bombayla nasılın hemen tapşırdı. Öğüne, o öğünün içindeki gelecek nasılın mesela işletilgan açıkça bir nasıl olsa onu tapşırış lazım mesela. Eğer işletilgan nasılın tapşırdı. Maşin icari ama maşinin mesela ruhsatı, çünkü yolda haydigen çağı tosap kalsa köstüğün ruhsatları nasılın tapşırış lazım. Biz yallab işliga ahvolda ishni qilib boshlash lozim. Bu xuddi shu mabiyani yoki buni topshirgandek ahvol. Li'anna 'aynal manfaati la yumkin taslimuha. Chunki manfaatning o'zini topshirolmaydi. O'zini topshirolmagan ekan biz ilgirki batta bayon qilib o'tdik. Al-'ayn yaqumu maqam al-manfaat dedi. Mishadimi? Aynni topshirdi, mashinani topshirdi, mashinani minib olish to'xtami. O'yin topshirdi, uyda o'tirib olish to'xtami etdi. Fa aqamna at-tamkina min al-intifa'i maqamahu. Shunga ashinasini topshirsak, topshirishdan foydalanish uchun topshirganligimiz foydalanishni ashadan topshirgandek bo'ldi. Qala va la budda min kawn al-manafi' wal-ujrati ma'luma. Bu ijara to'xtamida manfaatlanish to'xtam bo'lganki, oladigan manfaat va uning qarshilikli ish haqqi aniq bo'lish lozim. Qat'an lil munazaati. Bu yerda talashtash kelib chiqmaslik uchun bunda ulamolar hammasi ittifoq. Aniq bir manfaat bo'lish lozim. Oldigan ish haqqi aniq bo'lish lozim. Bu noma'lum bo'lib qolsa,
çatak çıkdı. Yani ikisinin birisini avalım bolsa, Hanefi mazhabının buldu. İcara faside. Cumhur ulemalar icara batıla deyişi mümkün. Hanefi ittifak mı? Kül anlamına ittifak mı? Hamma ulemalar ittifak. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Çünkü bu asas masala. Muşu eniqom Müslüman çatak çıkdı. Şartı sahha mı şu? Cumhur ulemalar batıl dese Hanefi mazhab fasid deydi o. Kat'an al-munaza'a. Çünkü li'enneha yuaddi. Li'ennel cehala tuaddi ilen-niza' deyimiz. Mesele şu. Delil şu. وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ ve juqriqa hadis mu delil bulalaydı deydi. Juqriqa hadis qaysi jihatdan delil buldu? Hadis فَلْيُعْلِمْهُ اَجْرَهُ deydi. Ecrini iniq bildirip koysun degine bu hadisning ibarati bilan ecrning ma'lum bo'lishinin shartligini ko'rsatdi. Endi bidalalatul iqtida nimani ko'rsatdi? Oldigan manfaatning aniq bo'lishining shart ekanligini ko'rsatdi. Bidalilil ibara ecri aniq bo'lish lozim dedi hadis. Ama fel yu'limhu ecrah dedi. Lekin al manfa'a la buddan takuna ma'lumat deb bundug'i hadisda. Ha biz bunda iqtida tarafdan dalil olsak bu hadis ish haqqini aniq bo'lish lozim deb nima uchun talash tortish jidal majroga elib bordik. Undan keyin oldigan manfaatmi aniq bo'lish lozim ekan degan dalalat iqtida chiqdi bu hadisda. Shunga shu hadis dalil dedi. Qala wa ma salaha thamanan salaha ujratan. Odatda savdo qilgan chaqda savdo bir badal shaklida misli narsa bo'lib qolsa, badal bo'la oladigan narsa bo'lsa, ijara masalasida ashu narsa shaqqi bo'la oladi. Yoki uyning kirosi masalan, ijara haqqi bo'la oladi. Li'annaha thamanun aydan. Chunki u bir turlik bahodan iborat. Yani şunun pulu hesaplandı. Fel mekil vel mevzun vel mezru'u vel ma'dudu el mutakaribu yasluhu ücreten alel vecillezi yasluhu thamanan. Bu cümle asla elbette mesela dolar, yen, bunda pulu olup kalsa bu yasluhu ücreten. Hem de unda bulmay, aşında tavar mallı olup kaldı. Buğday, mistumi, yaki el ma'dul mutakarib bigen yanak, tuhumdek nasla, aynı nasıl olup kalsa bu soğududa bir narsanın pulu deb deyishki bo'lg'achqa bu misliyatimda misliyat bo'lg'achqa bu so'dida puli deyishki bo'lgan narsa bo'lg'achqa buni ijara masalasida ujra deyishki bo'ldi. Endi bu makilat mavzuni ma'dudat mutaqarrib bir tarafdan tovar degil bo'lgan bir tarafdan saman degil bo'lgan narsa so'dida. Lekin saman degil bo'lamdi bo'ldi. Undan keyin ujra degil bo'ldi ijarada. Puli. Soğududa mesela bir narsa setip olduk. Şu tavarga nimbadık, buğday örüptük mesela. Ya yanak örüptük, şu hemen oldu. Bir oyun icra edip, 1000 tal yanak alsak, ya bir maşinini bir gün aydırışka 1000 tal yanak aldık, buldu değil. Soğududa pul değişki bulduğun narsa. Mesela, ma telefon neman, bir haltı buğdayga setip oldum desek, ma telefonun pulunu buldu, bir haltı buğday oldu. Bir haltı buğdayga bir maşinini bir gün aydırışka ijargasi bo'lamdi ekan bo'ldi deydi. Bundan keyin mushina aslini mazru' val mavzun val makil val ma'dud al mutaqaribdan bergancha cho'qim buning turi, jinsi, sifati, miqdori hamma narsa aniq bo'lish lozim. Val hayvon yasluhu idza kana aynan. Endi hayvonni bizning mudoq min al qiyamiyat laysa min al mithliyat degandikan, agar oldimizda bir at ya bir kal bo'lib mush uyangni bir ay ijara o'ttirishga ijaraga oldim, ma kalini birma yoki ma atni birma desak bo'ldi. Ayn degan mishada ko'z oldin naq banasi demoqchi. Ishorat qilib turib mushini desa, muayyanlashdi bu. Amma daynan, amma sana bir kali birma, sana bir at birma deb yo'q narsani kim berishga deysa bo'lmaydi. Ma mashinani bir hafta ayda olama, sana bir qo'y beray desa bo'lmaydi. Çünkü bu kıyamiyat, misliyat emas, o'qishi yo'q-ku. Li'annahu la yathbutu fi zimma. Mana o'qishmaganiga la yathbutu fi zimma. Sening gadingda masalan manch pul bor yoki bundan narsa bor degilmaydi. Keyin qo'ydim bizni beray deb, uruq kesal qo'ydim bizni bersa tutishib qoladi. Wal manfaatu tasluhu ujratan fil ijara. Yani manfaat olib qolsa, hali ijaraning o'zi bir manfaat. Onun karşılığında yani bir menfaatne iş hakkı şekilde berishga bo'lamdi bo'lsa, agar
aş ikki foydalanish bir-biriga o'xshamaydigan narsa bo'ldi. Jins o'xshamasa. Tasluhu ujratan fil ijarati idha ikhtalafa jinsahuma. Yani bir mazhabning qarashida shunda. Manfaatni jinsi o'xshash bo'lmasa, ijara hisoblab bir manfaat basi bo'ldi deydi. Masalan, jinsi o'xshashning misoli nima? Sizning ma uyda bir oy o'tirib olay, buning qarshiligida mening shadiki uyimda bir oy siz o'tirasizlar. Sizning va ko'zlik mashinani bir hafta ishlatib olay, mening ma odam o'tirib beradigan mashinani siz bir hafta ishlatasizlar. Menga lozimda ko'zlik mashina degandek. O'xshash bo'lsa bo'lmaydi dedi, ya'ni bir mazhab. Mesela Şuayb Aleyhisselam'ın koyanını bakıp dedi, onun yalvarışına ama, lekin onun birden menfaati tezvic. İnne uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijac dedi. Aşırı ücre nimadan ibarat? Bir kızımni sana nikohlab berma dedi. Hadi nikah bilan qo'yib ikki jins dedi. İki jins so'z bo'ldi. Lekin qo'yanni 8 yil bakıp bergan, sizning qo'yanni men 8 yil bakıp beray, shunga badalisi bo'lmaydi dedi. Mesela. Yani şu menfaat, ücret bo'lgan menfaat, ijardagi menfaatın başka bir cinsda bo'lish lazım. Masalan, ma uyangda bir oy o'tirib olay, sening uyangni aqatib beray degandek. Uyni aqatib berish, uyda o'tirishdan boshqa narsa bo'ldi deydi. Yoki uyangda bir oy o'tirib olay, mashinamdan sen bir oy ishlatib olgan bo'ldi. Lekin o'xshash bo'lsa bo'lmaydi. Cumhur ulamalar caiz deb qaraydi shunda. O'xshash bo'lsin mayli. Imom Ibn Rushd Bidatul Mujtahid shunda degan: "Ajaza malikun ijarata darin bi sukna darin ukhra." Ana Hanafi mazhab bo'lmaydi deydi. Bu bay'il kali bil kali masalan. Shunda hadisliga taynib yana nikah shigar degan narsa yo'q. Mening singlimni sen olgin, sening singlimni olay, to'yliq berishmaydi bunda. Qaçqı olib ketdilar degandek ahvolda bo'lmaydi. Bu shunga o'xshab qoldi deb. Lekin raji qarashda jins o'xshash bo'lsa-mu, jumhurning qarashida jins o'xshash bo'lsa-mu bo'ladi. Wala tasluhu thamanan fil bay'. Yani manfaat sodda baho deb bekitilib bo'lmaydigan, yani wala tasluh degandiki domirna qaytida al manfaat. Bunda ahvolning bor edi. Sodda baho degilib bo'lmaydi. Lekin so'da baho degil bo'lgan narsaning hammasi ujr bo'ldi-ku. Uningdan sirt so'da baho degil olmaydigan, baho bo'lish yaramaydigan narsa manfaatmi bor. Bu ujr bo'lishga yaraydi demakchi. Ya'ni ijarada ujriga yaragan manfaat bay'da samanga yaraması mumkin deydi. Ammo aksi bo'lsa, samanga yaraganning hammasi ijaraga yaraydi. Lekin ijaraga yaraganning hammasi samanga yaramaydi. Lianna thamana yumlaku bi nafsil aqd. Chunki baho degan so'dida shu to'xtam, shu so'dni qiygan chaqdilan mulkiga kirib ketadi. Ega o'g'il bo'lgan narsa val manfaatu ma'dumatun la yumkin tamlika bi nafsil aqd. Manfaat degan shu to'xtamni qiygan chaqda yo'q dedi. Ma jumhurning Hanafi mazhabining birinchi qarashiga al ijara shurat ala xilaf al qiyas degan mazmunga asoslanib turib degan narsa. Manfaat to'xtamni qiygan chaqda yo'q. Keyin asosda topshirilgan narsa. Undan keyin manfaat ijarda ajr bo'la oladi dedi. Lekin bay'da saman bo'lamaydi. Yani kullu ma yasluhu samanan fil bay' yasluhu ujratan va laysa bil aks. Yani kullu ma yasluhu ujratan yasluhu samanan demaymiz. Chunki bu yerda manfaat ujr bo'la oladi, saman bo'lamaydi. Qala va tafsilu bish shurut. Yani ijara fasid bo'lib ketadi. Mushu to'xtamning taqozzosiga zid keladigan shartlar olib qolsa, shu shartlar bilan biz mesela soda qilgan chaqda biz bayon qildik, shurtli 3 turlik bo'ldi. Ba'zi muqtadil aqdga munosib, ba'zi munosib kelmaydigan batil degan shartni bayon qildik-ku. Ashunda qalaydigan shartni qilib qolsa, fasid bo'lib ketadi. Balki mushu sodini bika qiladigan, buzutadigan qanday narsa bo'lib qolsa, masalan, manfaat majhul bo'ldi, shaqqa majhul bo'ldi, ya muddat majhul bo'ldi, ya qilgan ish, yalangan ish majhul bo'lsa, bu hammasi fasid qilinadi. Mush bay'ga qiyas qilib turib, yaqinlashtirib ma'namasmi ijara. Lekin bay'da chataq chiqarish bo'lsa, ijardimi chataq chiqirdi. Va yathbutu fiha khiyar ru'ya. Ijardimi kurash ixtiyorligi isbotlandi. Chunki hadisda man ishtara ma'lam yarahu falahul qiyaru idza ra'ahu degan bo'lg'achqa ijardimi, ijarning bir xil bay' desak,
Bundimi ko'mgan bir mashinani, sizning bir mashina varken bir haftalik ijaraga yo'lladik. Ijara to'xtam oldikmi? Keyin topshirib olay deb qarasak, bu mashina abga bir mashina ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Olmayman dedim. Va shart. Shart mashada xiyar shart. Mesela beyada veliyal xiyaru salatata ayyam dedi-ku. 3 kun ichida qaytirib berish haqqim bor deb shartlashiga ish bordi. İjardimi ashunda 3 kun ichida qaytirib beraman, bekor qilaman to'xtamaydiganga shart qizi bo'ldi. İmam Ahmad mushqarash chiqqan, İmam Shafiy bo'lmaydi deb qaraydi. Yani bu to'xtamlashgan chaqdimi ijara to'xtamni şu mashinani qo'lga olmay turib to'xtamlashiga ish bor-ku. Masalan, falan uylarni bir yillik ijara deb to'xtamlashdik. O'yin topshirib olmadik. Mashina ijaraga oldik, qo'limizni topshirib olmadik. Shu chaqda nima qilsak 3 kun ichida yana men bekor qilaman deyish haqqimiz bor deb endi shartlashib qolsak 3 kun ichida bekor qila olamiz demoqchi. Va shart val ayb. Xiyar al aybmi shunda? Masalan, mashinani ijaraga oldik, bunda o'rindiqlar hammasi sun'iy o'taqlamadan bir mashina chiqib qoldi. Asla ayb vakini qaytaramiz. Bir o'yin ijaraga oldik, qarasak tok yo'q ekan, tok soat yo'q, tok kamiga ekan. Biz qanday o'tira olamiz deb asandir birdan gap, ya bir timi yo'q ekan, to'risi yo'q ekan, yandir birdan. Ayb ekandir. Va tuqalu va tufsahu. Yani iqala qilib, masalan, men ota-onam kelgan, bir oy ijaraga olay deb to'xtam ota-onam vatan keldi, lekin darhol qaytgan bo'lib qolma ijarani yandirib pasda. Ama o'quvchilar shunday qildi odatda. Ijara olmaydigan bo'lib qoldi desa iqala qilish. Va tufsah yana bir sababdan buni ijarani bekor qilib o'tish masalasimi kirib chiqdi. Yani to'xtamlashib bo'lgandan keyin to'xtam bo'lsak va fas deganmi avtomatik kildan gap. To'xtamlash bo'ldimi? Fasxmi cho'qim bo'ladi. Ba'zida o'zligidan fasx bo'lib ketgan ahvol bo'lsak, ko'pincha ahvolda aqidayn tarafdan bekor qilinib ketadi. Masalan, bir mashinani avtobusga chiqdik biz, Urumchidan Xotanga, Qashqarga olib qo'ydigan. Biz mashina qo'zg'alib buzib qoldi. Ijaraga deyishib biz to'xtamlashganga olib qo'yishlarda kiraga deyishgan. Uni chiqib ketib boshqa ya bir taksiga chiqdik. Ishki men bilan to'xtab qoldi, ag'at undan chiqib boshqa bir taksi tutmaymiz. Shunga o'xshash. Bu fasxil ijara degan doira kirdi. Lekin bu yerda o'zligidan buzib ketmasimi, aqdan tarafdan bekor qilindi degan gap chiqdi. Nishayt bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.